modda bilan anorganik moddani bir-biridan asosiy farqlarini men aytib o'taman. Organik moddalar bilamiz, lipofil bo'ladi, ya'ni yog'da eriydigan, organik erituvchilarda eriydigan moddalar bo'ladi. Anorganik moddalar esa gidrofil hisoblanadi. Ko'pincha suvda eriydi, suvda erib ketadigan moddalar bo'ladi. Undan tashqari organik moddalar asosan organizm qurilish materiallari bo'lib xizmat qiladi. Misol uchun oqsillarni olsak bo'ladi, yog'larni olsak bo'ladi, lipofil bo'ladi va qurilish materiali bo'ladi organik moddalar. Anorganik moddalarni oladigan bo'lsak, asosan bu fiziologik jarayonlarni bajaradi. Masalan, hujaydagi o'tkazuv mexanizmlarini, membrana potensiallari paydo bo'lishi, ion o'tkazuvchanligi va shunaqa jarayonlarni anorganik moddalar o'tkazib beradi. Anorganik moddalar vazifasini bajarib beradi. Organik moddalar juda haroratga chidamsiz hisoblanadi. Anorganik moddalarni oladigan bo'lsak, ular juda ham haroratga chidamli, juda ham sekin, harorat ta'sirida sekin o'zgaradi. Organik moddalar juda ham tez o'zgaradi. Misol uchun oqsillarni oladigan bo'lsak, terini kuyishini oladigan bo'lsak, masalan, bu ham oqsillardan iborat. Mana shu terimiz tezda kuyib ketadi. Anorganik moddalar, misol qumni oladigan bo'lsak, juda ham yuqori temperaturada suyuqlanadi qum.